ekan Islom aka, bir sezonda ikkita trektor aka uy sharoitida biznes qilib, Uy sharoitida mashinadan qilganmiz. Ko'rsataymi? yo'q, ko'rsatingchi aka. Mana, ko'ring. Yana bo'lmasam, Mana apparatlarimiz o'tkazdik. oddiy uy sharoitida do'stlar biznes qilib, oyiga chiroyli $500, $1000, $2000gacha daromad va bir sezonda bitta ikkita trektorlar bilan jigarlar bemalol biznes qilsanglar bo'laveradi. Biz hozir Namangandamiz 12 ta viloyatga biznes qilishni o'rgatamiz, apparatlarini yetkazib beramiz. Aka, nima apparatlar bor endi? $1,500. Aha. Tez gapiraman. Hop, Gazavol, penavol, tona pena qo'yish. Ikki kishi ishlasa ham tona pena qo'yish apparati $300 o'zi. Bemalol kuniga 500 ming oltin topadi bir kalla boshiga. Kompressor, mikser, rastor bochka, pena generator, misharka, 3 ta qolip, mana suv o'ngchilar bor, pen, suv nasos hamma yo'llar bor. Komplekt narxi $1,500. yana bo'lmasa. Oddiy bo'lib dastavka, uстановка hammasi ichida. Kimga kerak bo'lsa ekran nomerini telefon qilaverasizlar, aytilmagan ma'lumotlar bo'lsa yana qo'shib qo'yamiz. Mana bu komplektlarimiz ham bor. Xohlasa qolib, xohlasa misharka, aytilgan narsalar ham bor, pena bo'lib qoliplar ham bor, ichkaridan shuni ko'rsatib qo'ying. Avtomat reskalar ham bor, kerak bo'lsa kimgadir. Do'stlar, mahsulotni ham yetkazib beramiz, ham o'rgatib qo'yamiz. Ikkilanmasdan bitta telefonni puliga. Akalar boshlaysizlar, biznesda soqqani qilaverasizlar. Sharoitni ham qo'yasizlar, O'zbekistonda turib oyga 1000, 1,5 ming, 2000gacha pul topsanglar bo'ladi. Podpishka uchun bitta like bosib qo'yamiz, omma. Gap yo'q.